Hozir. Nega keldingiz? Nega ochmayapsan? Biz siz bilan ajrashganmiz. Tushundingizmi? Boring keting. Uyda kim bor? Ha? Kim bor uyda deyapman. Sizga nima? Nega keldingiz? Nima haqqingiz bor meni tergashga? Nega eshikni ochishing qiyin bo'lib ketdi? Ha? Yo birortasi bilan ha? Ey, og'zingizga qarab gapiring. Men sizga keting deyapman. Nima haqqingiz bor meni kelib bu yerda tergashga, ha? Uyda aniq o'zingmisan? To'g'risini ayt. Yoki birortasi bormi? Men borman. Ha? Tinchlikmi kuyov bola? Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Bu yerda nima qilyapsiz? Tinchlik. Shunchaki Sobiq xotinini uyiga shunchaki kelishini endi ko'rishim. Qizimdan nima istayapsiz? Nima gapingiz bor yana? hech nima. Shunchaki hol-ahvol so'ray deb kelgandim. Qo'ng'iroq qilsam ko'tarmayapti. Shunga keldim. Nimaga ko'tarish kerak ekan? Siz kimsiz o'zi? Siz Ra'no uchun endi hech kimsiz. Oyi. Oyi demang. Ne bir orzu umidlar bilan qizimni sizga bergandim. Baxtli bo'lar deb o'ylagandim. Siz esa uni ado qildingiz, xor qildingiz. Sizdan ajrashib qutuldi. Yana nima istayapsiz? Xo'sh? Menga qarang. Iltimos, keting bu yerdan. Bu yerga boshqa qaytib kelmang. Iltimos qilma bundan. Koshkiydi zarracha oriyati bo'lsa. Ajrashgan xotinini bezovta qilishga uyalgan bo'lardi ozgina. Oyi. Maylimi? Ra'no bilan gaplashib olsak. O'zimiz alohida. Yo'q. Endi yo'q. Shuncha yil siz bilan gaplashishga imkoniyati ko'p edi. Siz ammo uni qadriga yetmadingiz. Endi esa keting kuyov bola. Ra'no, ichkariga kir. Boshqa kelmang. Ra'no. Ra'no. Yopmang eshikni. Ra'no deyapman. Ha, toy bola. Yaxshi keldingmi? Ha, dada. O'g'lim, ke, sen bilan bir erkakchasiga gaplashib olishimiz kerak. Bobur aka, nonushtangizni shu yerga olib kelaveraymi? Yo'q, rahmat. Nonushta qilmayman. Nima deyotganingiz dada? Kecha uyga kelmadingmi? Yarim kechasi ham mashinang ko'rinmadi. Ha. Biroz ishlarim ko'payib ketdi. Ofisda. Shunga Ha, bu ertalabgacha ishlaganingga haq to'lasharmikan? yo'q, qanaqa haq dada? Bo'lmasam pishirib qo'yibdim ishxonada. Hamma qatori uyga vaqtli kelsang bo'lmaydimi? Bola, qachon bu ko'chada yurishlaringni yig'ishtirasan, ha? Men bugun ishxonangga borib, rostdan ofisingda bo'lganmisan, yo'qmi, shuni surishtiraman. Tushundingmi? Dada, bu nima deganingiz? Men sizga yosh bolamanmi? Qo'ysangchi dada, shunaqa gaplaringizni. Men bo'lmasam ishlarimni qila qolay. Menga qara. Yo, haligi sobiq xotiningni oldiga bordingmi, ha? Yo'q. Agar ajrashganingdan keyin tomosha ko'rsatib yana shu sobiq xotining bilan yarashib olsang, menda yaxshilik kutmagin. Yo'q, bola, senga eng yaqin do'stimni qizini olib berdim. Nima seni bunaqangi sayoq yurishlaring deb meni necha yillik do'stim bilan oramiz buzilishini xohlaysanmi? Meni uylantirib qo'ying deb yalinganim yo'q sizga. O'zingiz topdingiz. Sen uchun qildim buni, ahmoq. O'zing-ku bitta bola tug'ib bermayapsan deb Ra'noga kun bermading. Oxir mana ajrashdinglaring. Seni uylantirdim. O'zi sen nima xohlayapsan, ha? Yana nima yetmayapti senga? Sen bola, es hushingni yig'ib olgan. Tushundingmi? Mayli, men ketdim. Men ham siz bilan ofisga ketaman. Qayerga borasan sen, ha? O'zi hozirga kelgan bo'lsang. Undan ko'ra kelin uyda zerga o'tirmasin. Aylantirishga bor. Xo'p?
Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Saidaxonman, Ra'noni onasi. Xudo yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat. Uzr, sizni bezovta qildim. Bexijolat Saidaxon, bekorga qo'ng'iroq qilmaganingiz aniq. Ha, shunday. Men Bobur masalasida qo'ng'iroq qilayotgandim. Boburga nima qildi? Quda. Bobur Ra'noni tinchini buzayotganidan xabaringiz bormi? Ha, shunaqa deng. Lekin xabarim yo'q edi. Unda meni eshiting. Ra'no bilan Bobur o'rtasida hammasi tugagan. Ular qonuniy ajrashgan. Qolaversa Ra'no javobini olgan. Shunday ekan, endi ular bir-biriga begona. Ammo o'g'lingiz meni qizimdan umidini uzmayapti. Nima istayotgani noma'lum. Uni ustiga o'g'lingiz uylangan. Xotini bo'la turib shu ishlarni qilyapti. Shu yaxshimi? Xudo. O'g'lim uchun men sizdan uzr so'rayman. To'g'risi bilmagandim. Men bugunoq Bobur bilan erkakchasiga gaplashib olaman. Yaxshi bo'lardi. Shunday qiling. Ha, keyin yana tushuntirib qo'ying. Endi meni qizimga xo'jayinchilik qilishga umuman haqqi yo'q. Hayotiga yana kimlar kirib keladi? Men uni uzatamanmi, yo'qmi, umuman aralashmasin. Uzr-ku, balki qizingiz ham o'g'lim bilan aloqalarni uzishni xohlamayotgandir, Xudo. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Endi o'g'lim ham shunchaki Ra'nodan ko'ngil uzolmayotganini aytaman-da. Balki kelinni o'zi ham sababchidir demoqchiman. Ra'noda Boburga nisbatan hech qanday iliqlik qolmagan. U shunchaki tinch yashashni, sevimli ishi bilan shug'ullanishni xohlaydi. Ammo bunga sizni o'sha bebosh o'g'lingiz xalaqit qilyapti. Kecha uyimizga bostirib kelib, Ra'noni turli ayblar bilan ayblamoqchi bo'ldi. Ammo meni borligimni bilib, o'zini bosdi Xudo. Men darrov militsiyaga xabar qilishim mumkin edi. Ammo necha yillik qudachiligimiz hurmati haqqi o'zingizga aytishga qaror qildim. Bu ish yana takrorlansa, bizdan xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Sog' bo'ling. Jinursin, shu yetmay turdi o'zi. Bu ahmoq bolani nima qilish kerak ekan-a? Nimaga telefon o'choq? Nima bola? Yana raqamini o'zgartirdimikan? Nima qilsam ekan? Yoki birortasi bilan vaqt o'tkazyaptimikan? Yo'q, bunchalikka bormaydi. To'g'ri, ajrashdik. Lekin hali ham meni sevadi. Ha, aniq sevadi. Nimaga ham ajrashdim o'zi? Nimaga javobini berdim? Hech kim Ra'nodek bo'la olmaydi. Nimaga erishding, Bobur? Nimaga? Bobur aka. Bo'sh bo'lsangiz, aylanib kelmaymizmi? Bandman. Ko'rmayapsanmi? Sen borib ishlaringni qilaver. Menga xalaqit qilmasang bo'ldi. Ammo men sumalak yegim kelyapti. Nima? Sumalak? Ana, tortmada pul bor. Kirib olganda xohlaganingcha olaver. Do'kondan. Nima shu ham muammo menda? Lekin meni siz bilan chiqim kelyapti. Bir og'iz nimaga yeging kelyapti deb so'ramaysiz-mi? Tinch qo'yasanmi, go'zal? Bir pas o'z holimga qo'y. Nimaga tinch qo'yishim kerak? Yana o'sha xotiningizni o'ylab turishingiz uchunmi? Chidasang shu. Ajrashganimni bilib o'zing tegding. Yana nimaga olyapsan? Birinchi yorni o'rni boshqacha bo'ladi deganlari shu ekanda. Men qayoqdan bilibman sizni bunaqa qilishingizni? Farzand bo'lmagani uchun ajrashgan deyishsa, hamma aloqalaringiz uzilgan deb o'ylagan ekanman. Tepamga kelib olib, ming'ir qilib charchamadingmi? Borishingni qil. Mendan nima istaysan? Men risoladagidek oila bo'lishni istayman. Mehribon er,
g'amxo'r ota bo'lishingizni xohlayman. Nima? Ota? Nimalar deyapsan? Qanaqa ota? Siz yaqinda ota bo'lasiz. Bo'lishi mumkin emas. Rostdan aytyapsanmi? Adashmayapsanmi? Yo'q, rost gapiryapman. Hech bo'lmasam, endi aqlingizni yig'ib olarsiz. Meni vujudimda sizni farzandingizni yurak ko'ryapti. Agar bu sababim sizga yetarli bo'lmasa, unda men ketaman va hech qachon qaytmayman. Meni ham, bolamni ham qaytib ko'rmaysiz. Bir umr rashk azobida yashagandan ko'ra, bu ishlarga vaqtida nuqta qo'yganimiz yaxshi. O'ylab ko'ring. Ramo, senmisan? Sardor, sinfdosh, qalaysan? Bormisan, sinfdosh? Yo'q bo'lib ketdik-ku. Borman. O'zing qalaysan? Uydagalaring, oilang, bolalaring. Rahmat, hammasi yaxshi. O'zingda nima gap? Ko'rinmaysan. Yuribman, ishga borib, kelib. Haligi turmushim bo'lmagandan xabaring bo'lsa kerak. Ha, eshitgandim. Nima bo'lsa ham yaxshilikka deyishadi-yu. Saida xolam yaxshimilar? Anchadan buyon ko'rmaydilar, yo men ko'rmaymanmi? Ha, yaxshilar. Faqat shu biroz vaqt shifoxonada davolanib chiqdilar. Meni ajrashganimga juda ham qattiq his qildilar. O'shanga mazalari bo'lmadi. Ha, shunaqa degin. Hozir yaxshimilar? Ha, albatta. Xudoga shukr. Hozir yaxshilar, uydalar. Ra'no, agar biror yordam kerak bo'lsa, ayt. Tortinma, bo'ptimi? Sinfdoshlar bir-biriga oqibatli bo'lish kerak. Mayli, rahmat senga. Qizlar bilan gaplashib turibsanmi? Yo'q, gaplashayotganim yo'q. Ko'pchilikning raqamlari o'zgargani uchun topolmayapman. Unda men seni haliroq sinfdoshlarning gruppasiga qo'shib qo'yaman. Bemalol qizlar bilan g'iybatlashaverasizlar. Yaxshi bo'lardi. Ha, aytgancha bolalardan bormidi? Nechta bolang bor? Yo'q. Ajrashishimga sabablardan biri ham shudek. Ha, shunaqami? Bunisidan xabarim yo'q edi, lekin Ra'no, uzr. Yo'q, hech qisi yo'q. O'zingda-chi? Nechta farzand? Ha, menda 2 ta. Kattam qiz, kichigi o'g'il bola. Buncha yaxshi. Rosa havasim keldi. Ilohim farzandlaring rohatini ko'r. Rahmat. Lekin hozir onasi kasalxonada. Nega? Shamollab qolganmi? Aytsam gap ko'p. Bir boshqa safar aytib berarman, bo'ptimi? Hozir biroz ishga shoshayotgandim. Seni ko'rib qolib to'xtadim. Rahmat sinfdosh. Ko'rib men ham xursand bo'ldim. Bolalaringni o'pib qo'ygin. Sen ham Saida xolamni so'rab qo'y. Xo'p, yaxshi. Bormaylar. Oxiri chiqib oldimi? Ha? Kimsan? Ha? Voy, Kimsan? Seni so'rayman. Nega xiringlashib o'tiribsizlar? Bobur aka qo'yib yuboring. Chinnimisan? Tort qo'lingni. Kim bu? Taniysan buni? Ko'z oldimda. Seni sensirayaptimi? Ha? Darrov bittasini to'plabsan-da. Qanaqa ayolsan? Ey, menga qarang. Og'zingizga qarab gapiring. Siz meni tergashga umuman haqqingiz yo'q. Meni tinch qo'yasizmi, yo'qmi o'zi? Mendan nima istayapsiz? Kim bu? Ha? Shuni aytyapman. Yaxshilikcha ayt Ra'no. O'pkangizni bosib oling. Kimsiz o'zi? Bu meni sobiq erim. Uzr Sardor, sen ham oldingda noqulay vaziyat bo'lib qoldi. Uzr. Ra'no, to'xta. Bunaqa voqealarni faqat kinolarda bo'ladi deb o'ylardim. Siz shundoq qizni hayoti o'xshamasa-ya. Qizim, kel o'tir, gap bor. Tinchlikmi? Tinchlik. Ishlaring yaxshimi? Charchab qolmayapsanmi? Yo'q, charchamayapman. O'zim yaxshi ko'rgan ish bo'lsa. Aksincha, yodagi qizlar bilan ishlab mazza qilamiz. Ham ish, ham gap degandek. Ha, unda yaxshi. Qizim, kecha haligi qo'shnimiz Odina opa chiqqandilar. Tinchlikmi? Nimaga chiqibdilar? Shu bir jiyaniga seni so'rayaptilar.
Oyi, Bilaman. Nima deyishingni bilaman. Lekin men ham seni baxtli bo'lishingni ko'rsam deyman, qizim. Ertaga men ham bu dunyodan o'tib ketsam, holing nima kechadi? Yolg'iz ayolga yashash qanaqa qiyinligini bilasanmi? Odamlarning gap so'zlari, bo'xtonlari, erkaklarning yomon ko'z bilan qarashi, ularga bardosh berish oson emas, bolam. oyi, menga hech kimning fikri ham, gapi ham umuman qiziq emas. Yana oila qurib, yana farzandsiz bo'lsam-chi? U eram ichib kelib janjal qilsa-chi? Ayollarga ilakish buyursa-chi? Xo'sh, o'shanda yana ajrashamanmi? Odamlar ikkinchi marta ajrashibdi, buni o'zida gap ko'p demaydimi? Yo'q oyi, bo'ldi. Iltimos, bu haqida juda ham ko'p gaplashganmiz. Men boshqa oila qurmayman. Nima bo'lsa, peshonamdan. Ey xudoyim, ey. Bunaqa kunlarni hech bir onaga ko'rsatmasin, qizim. Seni o'ylasam, yuraklarim ezilib ketyapti, qizim. Kim ekan? Ishingdanmi? Yo'q ey. Yana Bobur aka yozibdi. Voy. Ha, u yaramas, hali beri tinch qo'ymaydimi deyman-da seni. Ha, men uni dadasi bilan gaplashib olgandim-ku. Yana nima xohlayapti, nima deyapti? Muhim emas oyi, qo'ying. Asabingizni buzmang. Yo'q, ayt. Nima deyapti? Yoki ber telefonni o'zimga. Hozir o'zim o'qib beraman oyi. Agar seni yana o'sha bilan ko'rsam, mendan yaxshilik kutma. Shuni yozibdi. Voy. Ha, jinnimi u ering? Nimani nazarda tutyapti? Kimni aytyapti u? Boya ko'chada sinfdoshim Sardor bor-ku, dadasi qurilishda ishlaydi. Ha, Soraxonning o'g'limi? Ha, xuddi o'sha. O'sha bilan ko'chada ko'rishib qoldik. Birdan qayerdandir Bobur aka paydo bo'lib, u she'ri o'zida janjal chiqazdi. Uyalib ketganimdan yer yorilmadi-yu, yerga kirib ketmadim. Voy, ana bo'lmasam. O'zi esini yeb qo'yibdi u Bobur. Yo'q, bu ishni jiddiy hal qilishimiz kerak shekilli. Oyi, qo'ysangizchi. Balkim biroz muddat vaqt kerakdir. O'zi tinchib ketadi. Yo'q, senga biror zarar yetkazsa-chi, ha? Nima bo'ladi? Tavba. Bu yoshlar aqlini yeb qo'yganmi? Bu qanaqasi? Yana nima tomosha bu? Shunchalik yaxshi ko'rsa, nimaga ajrashadi? O'zi-ku sen bilan ajrashaman degan. Ha. To'g'ri oyi. Mayli, men ishlarimni qila qolay. Bobur aka, farzandimizni birinchisi o'g'il bo'lishini xohlaysizmi yoki qiz? Bilmadim. Agar o'g'il bo'lsa, ismini nima qo'yamiz? Menimcha Asadbek qo'ygan yaxshi. Ham chiroyli, ham jarangdor, ha? Asadbek yaxshi, chiroyli ism. Qiz bo'lsa-chi? Ra'no. Ra'no? Nima qildi? Xunuk ismmi? Chiroyli ism-ku. Hazilmi bu Bobur aka? Sizga har kuni sobiq xotiningizni eslatib turish uchun Ra'no qo'ymoqchimisiz? Nima? Ra'no ismli qizlar kammi? Men aynan uni nazarda tutmadim. Shunchaki menga shu ism yoqadi. Sizga go'zal ismi yoqish kerak, Ra'no emas. Endi homiladorman deb istaklarimga ham xo'jinchilik qilmoqchimisan? Ba'zida sizga turmushga chiqqanimdan shunchalik afsuslanamanki, qaniydi vaqtni orqaga qaytarishni iloji bo'lganida. Dadamga qarshi chiqib bo'lsa ham sizga turmushga chiqmagan bo'lardim. Men sizni deb, sizga ko'ngil qo'yganim uchun hammasiga chidab yashayapman. Ra'no siz bilan bekorga ajrashmagan ekan. Nima? Nima deding? Sendan so'rayapman, nima deding? Qaytar. Qaytar gapingni. Tinchlikmi? Kel, qizim. Men ochiqni ko'chadan olib kelay. Nima qilyapsan sen, ha? Rahmatsan. Ahmoq. Nimaga kelin bilan urishyapsan? Bechora homilador ayolga ne baqirasan, ha? O'zi hadi dosh ketyapti.
Indamaganim sari menga shartlar qo'yishni boshlayapti. Dada. U menga yoqmaydi. Tushunyapsizmi? Yoqmaydi menga. O'chir ovozingni. Senga kim yoqadi o'zi, ha? Kim? Buni yaxshi bilasiz. Men Ranoni unuta olmayapman. Unutolmasmishmi? To'xta, shoshma! Shoshma dedim. Bu yerda nima qilyapsiz? Salom qani? Men ishga shoshyapman, qoching. Shoshma. Endi ishxonaga kirishingdan foyda yo'q. Seni ularga keraging yo'q, Ra'no. Chunki seni ishdan bo'shatishdi. Nima? Bo'shatishdi? Nega meni o'zligidan o'ziga bo'shatishadi? Men kirib, rahbaring bilan yaxshilab gaplashib chiqdim. Agar ular seni ishdan bo'shatishmasa, har kuni shu ishxonangga kelib janjal qilishimni, ularni obro'sini to'kishimni aytdim. Shundan keyin seni bo'shatishga rozi bo'lishdi. Endi ishlamaysan. Uyda o'tirasan. Esingizni yeb qo'yibsiz. Bunday bo'lishi mumkin emas. Meni tinch qo'ying. Mayli. Kiraver. Baribir yana hozir qaytib chiqasan. Shu yerga qo'ya qoling. Xo'p. Rahmat. Yaxshiyam sizni uchratib qoldim. Uzog'imni yaqin, og'irimni yengil qildingiz. Arzimaydi, xola. O'zi shuncha yuk bilan bozorda nima qilib yurdingiz? Ha, nima ham qilardim? Kecha nafaqam tushgandi. O'shanga uyga u narsa olib kelaydi, bozorga tushgandim. Ha, men ham shu ro'zg'orga mayda-chuyda olaman deb tushdim. Sizni ko'rib qoldim. Ha, bolalaringiz katta bo'lyaptimi? Kelin tuzalib qoldilarmi? Shifoxonaga tushib qopti deb eshitgandim. Ha, hammasi sekin-sekin bo'lyapti, xola. Ha, tuni kuni Ranoni ko'chada ko'rib qoldim. Ha. Uni ham ajrashgandan xabaringiz bordir. Bolamni taqdiri nimaga bunday bo'ldi deb ich-etimni yeyapman. Bunaqa dardni faqat mendek onalar tushunsa kerak. To'g'ri, oson emas, lekin taqdirida bor bo'ladi-da, Saida xola. To'g'ri-yu, lekin nega shundoq qizim bebaxt bo'ldi deb ko'p o'ylayman-da. Yetmaganiga bir kun ham xotirjamligi yo'q bechora qizimni. Ana u sobiq eri tinmay uni bezovta qilyapti. Ko'rdim. Ko'rinishidan ja mushtum zo'r yigitlarga o'xshaydi. Beti qursin o'shani. Ranoni telefoni jiringlasa, yana Bobur qilyaptimi deb yuragi bezillaydi. Balki u hali ham Ranoni unuta olmayotgandir. Ajrashish ham oson emas. Balki Ranoni sevar. Bu sevgi emas. Bu tarbiyasizlik, dilozorlikdan boshqa hech narsa emas. Bo'lmasam ikkalasi tanishib, sevishib, oila qurishgandi. Men ham to'ydan oldin katta-katta va'dalar berishgani uchun qarshilik bildirmadim. Ishondim ularga. Rostdan ham to'ydan keyin bir chiroyli yashashdi. Ammo oradan 2 yil o'tib ham farzandli bo'lishmadi. Kuyov janjal qiladigan, ichib kelib, sen tug'massan deb Ra'no bilan urushadigan odat chiqardi. Keyin esa Bobur ajrashamanga tushib qoldi. Unga Ra'no ham rozi bo'ldi. Chunki eridan ko'ngli qolib bo'lgandi. Mana ajrashganiga ham 1 yildan oshdi. Lekin shunda ham tinchlik yo'q. Ha deb Ra'noning yoniga kelaveradi. Hamma ishlariga aralashaveradi. Bo'lmasam u uylangan. Yo'q, boshqasiga uylandimi? Ha-da. Lekin shunda ham bilmayman. Qizimga kun bermayapti. Men ham oxiri portlab ustidan shikoyat qilaymanmi deyapman. Ammo qizim Ra'no odamlar nima deydi deb qo'ymayapti. O'g'lim, bu taqdirning ishlari juda qiyin ekan-da. Ha, nimasini aytasiz? Endi taqdir ekan-da, xola. Mayli, endi men borib qolay. Mayli. Salomat Yaxshi bo'ling. boring. Xo'p, sog' bo'ling.
Ra'no qizim, yur ovqatlanamiz, ovqat pishdi. Yo'q, oyi. O'zingiz yeyavering. Yegim kelmayapti. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yo mazang bo'lmayaptimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Ha, unda nima bo'ldi? Qizim, menga qara. Men onangman. Nima bo'ldi? Ochig'ini gapir. Meni ishdan bo'shatishdi. Iye, nimaga? Ha, yaxshigina ishlab yurganding-ku. Qolaversa, ishing o'zingga juda ham yoqardi. Bobur aka rahbarimiz oldilariga kirib, meni ishdan bo'shatishni talab qilibdilar. Agar unday qilmasalar, ishxonaga har kuni kelib janjal qilishini aytibdilar. Rahbarimiz meni chaqirib, oldin shaxsiy hayotingizni hal qilib oling. Bizga hozir ortiqcha muammoni keragi yo'q deb aytdi. Nega unaqa qiladi oyi? Axir men ishimni juda ham yaxshi ko'rardim. Hamkasblarim bilan ham bir oiladek bo'lib ketgandik. Voy yaramasay. Bunisi endi oshib tushdi. Indamaganimiz sari haddidan oshyapti u. Bu ishni shundoq qoldirish kerak emas. Allaqachon ustidan arz qilganimizda ko'shini shundoq to'g'rilab qo'yishgan bo'lardi. Qo'ying oyi. Endi odamlar Ra'no sobiq eri bilan sudlashib yurishgan ekan degan gap chiqsinmi? O'zi ajrashib kelganimdagi g'iybatlar yetarli. Menga yomon ko'z bilan qarashlarini, orqamdan pichirlab g'iybat qilishlarini istamayman. Charchadim oyi. Hay qizim ey. Chiqa qolsang-chi, Ra'no. Uyga borsammikan? Yo'q. Onasi. Menisi chaqirishdan ham tonmaydi. Dadam. Alo, Bobur. Ha, dada. Tinchlikmi? Qayerdasan sen bola? Men ko'chadaman. Ish bilan yuribman. Tinchlikmi? Tez uyga kel. Kelinni mazasi bo'lmayapti. Tezroq bo'lgin. Nimaga mazasi bo'lmaydi? Ertalab binoyda edik-ku. Senga tez kelgin dedimmi? Tez kelgin. Maraz. Bo'ldi endi. Qilar ishni qilib qo'yib. Nega yig'laysan? Nima? Hali men aybdormanmi? Bolam, sizni qilib yurgan ishlaringiz kasriga tushib qoldi, bilasizmi shuni? Sizni deb men undan ayrildim. Siz aybdorsiz. Sizni bizga nisbatan bemehrligingiz sabab men undan ayrildim. Men nima aloqam bor? Hech kimga zararim tegmay yurgan bo'lsam, sen o'zingni ahmoqona rashklaringni deb bo'lar bo'lmasga janjallashding, asabingni buzding. Mana, oxiri nimaga erishding? Vijdonsiz ekansiz. Sizni mana shunaqa gaplaringizdan to'yib ketdim. Ra'noni yaxshi ko'rsangiz, borib olib keling unda. Birga yashang. Ammo men endi bunaqa yashamayman. Siz bilan ajrashaman. Qo'ysangchi, go'zal. Ajrashaman deb meni qo'rqitaman deb o'ylama. Meni rostdan ham jahlim chiqsa, ajrassam ajrashaveraman. Xuddi Ra'no bilan ajrashgandekmi? Har gapga uni aralashtirishni baslasam yo'qmi? Bas qilmayman. Meni ham, uni ham hayotini barbod qilayotganingizni sezmayapsizmi? Na u baxtli, na men, na siz. Qachon o'tmishingizni unutasiz, Bobur aka, qachon? Yoningizda hozir men borman. Sizning kelajagingiz ham men. Hatto farzand tug'ib bermoqchi edim. Ammo sizni xatolaringiz kasriga uni yo'qotdim. Endi xursandmisiz, a? Ko'nglingiz joyiga tushdimi?
Qachon men haqimda o'ylaysiz? Qachon men haqimda qayg'urasiz? Axir men ham ayolman-ku. Ne orzularda sizga turmushga chiqdim. Ra'noni unuting, Bobur aka. Uni o'z holiga qo'ying. Istasa turmushga chiqsin, istasa yangi hayot qursin. Necha yil orzu qilib kutgan farzandingizni yo'qotganingizdan keyin ham ko'zingiz ochilmadimi? Men Ra'noni boshqaga turmushga chiqishini istamayman. Demak, oxirgi gapingiz shumi? Yaxshi. Unda menimcha men ortiqchaman. Go'zal. Qo'ysangchi. Vaziyatni qiyinlashtirma. Siz hammasini qiyinlashtirib bo'ldingiz. Men bu uydan ketaman, keyin istaganingizcha yashang. Bir yurakka ikki muhabbat sig'maydi. Yo men, yo u. Jinurson. Assalomu alaykum oyim. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Kel, o'tir. Ha, tinchlikmi oyim? Sardori ayoli o'tib qolgan ekan-a? Xabaring bormidi? Qaysi Sardori? Ana bu sinfdoshing Sardor. O'shani aytyapman, narigi mahallada turadigan. Voy, nimaga o'tib qopti? Xabarim yo'q edi, eshitmagandim. Meni ham xabarim yo'q edi. Hozir yo'lda kelayotganimda ayollar aytib qolishdi. Qachon o'tibdi oyi? Ey xudoyim, yomon bo'pti. Ikkita bolasi ham bor edi. Shu bolalari yetim qopti-da. Men bir eshitganimda ayolini jigari kasal deb eshitgandim. 3 oydan beri shifoxonada davolanyapti deyishgandi. Ha, menimcha shundan keyin tuzalmagan u. Nima qilamiz unda oyi? Uyiga borib ta'ziya bildirib kelamizmi? Oradan ancha o'tibdi. Endi borsak uyat bo'lmasmikin? Bu gapingiz ham to'g'ri-yu, lekin to'g'risini aytib boraveramiz. Qarang, shaharda hammamiz o'zimiz bilan o'zimiz ovoramiz. Yon atrofimizda nimalar bo'layotganidan ham bexabarmiz. Ha, shunaqa ekanda. Mayli, men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Ha, sen uyini bilarding-a? Taxminan bilaman oyi. Mayli, topib olarmiz. Xo'p, Ra'no, Ha? senga katta rahmat. Bolalarim ham senga ancha o'rganib qolishdi. Bizga ko'p yordam qilding. Juda ham minnatdorman. Nega rahmat deysan? Bolalaringni o'zi juda ham shirin. Ularni yaxshi ko'raman. Sen bilan ovunib, har qalay onasizlikka ham ko'nikishlari oson bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri. Lekin baribir hech kim onani o'rnida bosa olmaydi. Aytgancha, Ra'no, ering, sobiq ering. Tinchib ketdimi? Qayoqda? Hali ham tinchimi buzib turibdi. Mayli. Bir kuni insof berib qolar. Men undan qo'rqmayman. Ra'no, senga bir narsa aytmoqchi edim. Balki menga turmushga chiqarsan. Voy, nima? Hozirmi bu? Biz shunchaki sinfdoshmiz. Ra'no, meni bolalarimga senday ona kelishini xohlardim. Iltimos sendan yo'q demagin. Menimcha men turmushga chiqa olmayman. Nega? Sabab? Agar men turmushga chiqsam, to'yim kuni Bobur aka kelib, to'yimda aniq janjal chiqaradi. Shuning uchun ham men oila haqida deyarli o'ylamay qo'yganman. Iltimos. Yaxshisi shunchaki do'st, sinfdosh bo'lib qolamiz. Men ishga borishim kerak. Charchaman. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. O'zimmi dadajonim.
mehribonim. Keng bitta hushyorlik dada. Qo'y, qo'y. Qo'y, o'tir. Yaxshi keldingmi? Dada. Bilasizmi? Siz meni mehribonimsiz. Chunki siz meni hammadan ko'p yaxshi ko'rasiz. Qolganlar bir teng. Qolganlar meni shunchaki tashlab ketdi. Qolganlar shunchalik tashlab ketdim yoki hammani o'zingdan bezdirdingmi? Bolam? Dada. Qo'ying. To'g'ri, meni ayblarim bordir. Lekin ular sabr qilsa bo'lardi-ku. Har bir ayol kuchi yetguncha sen uchun sabr qildi. Bechora Ra'no ham yaxshi kelin edi. Sen o'zing unga kun bermay qo'yding. Keyin esa go'zal. U ham juda sodda, mehribon edi. Ammo sen uni ham yo'qotding o'g'lim. Mana oxir nima bo'ldi, ha? Mana ota bola o'zimiz qoldik. Men qariganda bir piyola choyga zor bo'laman deb o'ylamagandim. Kuni bilan qayerda xato qildim ekan deb ko'p o'ylayman. Do'sti birodarlarim, kelinlari, o'g'illari, nevaralari ardog'ida maza qilib yashayapti. Lekin menchi, senchi o'g'lim? Dada. Meni kechiring. Men aybdorman hammasiga. Men noqobil o'g'lisa kechiring, dada. Sen kechirimni mendan emas, Ra'nodan, Go'zaldan so'ragin. Xo'p, dada. Men hammasini to'g'rilayman. Hammasidan kechirim so'rayman. Mayli, dada. Men xonamda bo'laman. Shoshma Go'zal. Kel gaplashib olaylik. Biz hammasini gaplashib bo'lganmiz. Bu yerda nima qilyapsiz? Yana mendan nima istaysiz? Boring Ra'noning yoniga. Uni yo'lini poylang, meni emas. Go'zal. Iltimos. Meni kechir. Seni qadringga yetmadim. Men g'irt ahmoq ekanman. Seni baxtli qilish o'rniga o'tmishim bilan yashadim. Aslida sen men uchun taqdirni bir tuhfasi bo'lganding. Men esa iltimos. Seni ham yo'qotishimga yo'l qo'yma. Meni kechir. Menga bir imkon ber. Go'zal. Hammasini boshdan boshlaymiz. Xo'p. Men ishonaman. Biz baxtli bo'lamiz. Lekin Ra'nochi? Agar istasang, yur, ikkalamiz uni oldiga boramiz. Uni tinch qo'yishga va'da beraman. Aniqmi? Aniq. Yur. Qiziq. Bobur bizni bu yerga yana nimaga chaqirdi ekan, ha? Bilmasam oyi. Qo'ng'iroq qildilar. Ko'rishib olaylik deb aytdilar. Kesalarchi bilarmiz. Kelyaptilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, yana nimaga chaqirdingiz? Mendan nima istaysiz? Yana nimaga bezovta qilyapsiz? Hammasi jonga tegdi. Men militsiya chaqiraman. Shu paytgacha aqli kirib qolar deb yurgandim. Yana bizni tinchimizni buzyapsizmi? Oyi, shoshmang iltimos. Ra'no, eshitinglar meni. Men boshqa maqsadda keldim. Men sizlardan uzr so'ramoqchiman. Hammasi uchun. Sizlarning oldinglarda aybdorman. Meni kechiringlar. Ra'no, seni meni kechir. Seni baxtli qila olmaganim uchun kechir.
Men sizdan xafa emasman. Na iloj, taqdir shu ekan. To'g'ri aytasan. Istasang, yana baxtingni sinab ko'r. Meni hayotingda boshqa ko'rmaysan. Ixtiyoring, hayoting o'zing qo'lingda. Rostdanmi? Baxtli bo'lishni istayman. Senga ham baxt tilayman. Yaxshi qolinglar. Mayli, ketdik. Tinchlikmi? Senga nima dedi u? Xafa qilmadimi? Yo'q. Bobur o'zgaribdi. Qizimga baxt tiladi va nihoyat uni tinch qo'yadigan bo'ldi.